Siz so'ragan xonadonni topib qo'ydim. Okalar, mana bu xonadonimiz 3 xonali do'mba puliga 4 xonali zo'r qilib qurilgan ekan. Haqiqatdan zo'r xonadon ekan. Kelib bitta ko'rsangiz, sifatini siz ham his qilib ko'rasiz. Xonadonimiz umumiy hisobda 1,5 sotiq yer maydoniga 4 ta xona, oshxona, podval qismiga ega. 4 ta sanuzel bor ekan, o'zi ham har bitta odam uchun alohida sanuzel ekan. Juda ham ajoyib xonadon ekan. Kelib bitta ko'rsanglar, sizga ham yoqib qoladi. Umumiy hisobda 4 tagina xonadonimiz qolgan. Kelib bemalol tekshirib baraka qilsangiz bo'ladi. 1,5 sotiq yer maydoniga 4 xonali mana shu xonadonimiz narxi 72 ming startli narx so'ralyapti. Ya'ni kelib narxini savdolash, baraka qilsangiz bo'ladi. Hovlisi ham kattagina, bitta mashinani bemalol joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Podvallari joylashgan, podvalga esa hovlidan tushish imkoniyatlari qoldirilgan. Egalar tarafdan 72 ming dollar startli narx so'ralayotgan ushbu xonadonimiz manzili Toshkent postdan kirganida Pobeda mahallada, Pobeda masjidini shundoqqina ro'parasidagi mahallada joylashgan. Okalar, egalarga aloqaga chiqib, qo'shimcha ma'lumotlarni olib, lokatsiyalarni olib, kelib ko'ringlar buni. Video baribir sizlarga to'liq ko'rsatib bera olmaydi. Kelib ko'rib buni his qilish kerak. Haqiqatdan yuqori sifatda remontlar amalga oshirilgan ushbu xonadonimiz sotuvda.